Bugun sizlarga Nasdaqdagi сделкani obzor qilamiz. Сделка ochiq turibdi. Yarmi yopildi, yarmi qoldi. Kuzatamiz. Birinchi sababi bu S&P da volume level именно shu joydan narx tepaga qarab razvorot oldi. Ko'rishingiz mumkin. Juma kuni важный уровеньga urilgan. Shu yerda EMA bor. Ikkita klaster. Undan tashqari figura. Именно shu uровеньdan oyog'ini tortgan. 7400 ustiga chiqdi. Bugun ochilib open pastda bo'lishiga qaramay keldi, yaqinlashdi. Падениyani ko'rishingiz mumkin. Keldi. Volume levelga kelib turib, shu yerdan impuls oldi tepaga. Nasdaq ko'rishingiz mumkin. Xuddi shuni korrelyatsiya qilyapti, ya'ni повтор qilyapti. Open narxiga kelyapti bu. Именно opendan tepaga qarab impuls olyapti. Birinchi bu sabab, ya'ni volume level sabab bo'lyapti razvorot uchun. Bu yerda open sabab bo'lyapti. Open yorib o'tib ketishi ham mumkin edi. Bu yerda S&P da важный уровень bo'lgani uchun, именно shu уровеньda поглощение bo'lgani uchun Nasdaq ham majbur bo'ldi razvorot qilishga. S&P da ko'rishingiz mumkin klasterlarni. Именно shu yerda kutib olishyapti bozorni. Sotib olishyapti. Average delta konvergensiya bo'lyapti. Ya'ni narx pastga qarab ketyapti, average delta tepaga. Bu degani nagruska kamayyapti, ya'ni bosim kamayib boryapti продажанiki. Скорее всего bu razvorotga signal beradi. Mana shu mana razvorot bo'ldi. O'rtada iceberglar tiqishyapti. Bundan oldin ham kirgandi shu paytgacha. Hozir ko'rsatmayapti. Undan keyin ham mana iceberglar olib kirishdi tepaga. Tepaga qarab yuryapti. Limitlarni olib tortishyapti. Opendan qaytgan momentda mana. Bu yerda ham konvergensiya. Tepaga qarab yuryapti. Kuzatamiz. Поглощениyalar mana. S&P bu ведущий hisoblanadi. Nasdaq bu ведомый. Иногда Nasdaq движениясini S&P tasdiqlamasa, Nasdaq ложный пробой beradi. Qarab ishlasanglar bo'ladi. Сделкamiz turibdi. Yarmi yopildi, yarmi turibdi. Kuzatamiz. Bugun high olish beryapmiz katta.